Barselona vakillari to'p bilan bo'lib turishibdi. Frenkie de Jong, Pau Kubarchi qarayaptim. 20 soniya. Kunde baribir hujumga olib borsa kerak kataloniyaliklar. Stadion Bernabeu atrofida esa sirena ovozlari, bilmadim nega. Fermin raqib orqali uzatma berib yuboryapti. Xavfli bo'lishi mumkin. Real to'pni olib qo'yadimi? Yo'q. Frenkie de Jong oldi Real. Ulgurarmikan hujumga? 5 soniya bor axir. Eduardo Camavinga to'xtadi. Oldinga pas. Chouamenidan Viniciusga endi to'xtatib bo'lmaydi. Vinicius. O'tdi, xavfli vaziyat. Vinicius zarba! O'tmayapti. Xushtak chalmasa hozir hammasi chigallashib ketadi. Xushtak chalindi do'stlar. 2-1. Bizda birinchi bo'lim nihoyasiga yetdi. Setanta Sports YouTube'da kuzating do'stlar. Birinchi taym men Norif Tolipov, ikkinchi taymda ham siz bilan ko'rishamiz do'stlar. Ajoyib bo'lim guvohi bo'ldik.